Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Mana bizni muntazam ravishda kuzatib boradigan aka-ukalar, qo'y chorva ishqibozlari va mana bunday toza zotli qo'y chiqarish ishqibozlari. Akalar, bugungi videomizga bir dona qo'y chiqardi zo'rdan kelgan barrani videoni oxirigacha ko'rsating, bag'ali chiroyli qilib ma'lumotni yetkazib berishga harakat qilamiz. Videoni boshlashdan oldin kanalimizga yangilar obuna bo'lib, videodan like bosib olasizlar. Akalar, bu qo'y o'zimiz xonadonga keldi. Bir dona barramiz zo'ri qo'chqor, yoshi 4,5 oylik atrofida. Shuni yuzlari ham o'ta zo'r. Bitta kelishgan variantdan bir dona keldi. Hozir izlari, oyoq kiyimlari hamma joyida. Kashtan variantidan kelganiga bir haftacha bo'ldi. Yeb ishlariga bir haftagacha sinov o'rasida. Yeb ishlari o'ta zo'r. Bo'ylariga keladigan bo'lsak, bo'ylar 70+ ko'rasizlar. O'ta zo'r variantdan bir dona keldi. Zotga baqaman, kashtandan baqaman deganlarga tavsiya qilamiz. O'ta zo'r odam. Yuzlari ham o'ta jonivordi. Quloqi sal solingan burisiga nargisi butun jonivor. Menga ham 50 qo'yimiz. Dumbalari ham kelishgan. Jonivor badani ham o'ziga yarasha sutga to'ygan qo'zi. Qo'zilari ham o'ta uzun. Narxi keladigan bo'lsak, narxi dollar pas so'mda 3,500,000 so'm bo'lsa, dastavkalarimiz Toshkentgacha shoshilib aloqa chiqaramiz. O'zi bir dona keldi bunaqasidan. Kashtandan boqaman deganlarga tavsiya qilamiz. Sizlar shu bilan videomizni yakunlaymiz. O'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'lib qo'yasizlar. Video yoqqan bo'lsa, videodan like bosib, fikrlarni kommentariyada qoldirasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.